Shu paytgacha uyingda eding, uyingdagilarni bahona qilayotganding. Endi o'qishdasan, kvartiradasan, o'zingga o'zing xo'jayinsan. Hozir uying tagiga boraman, agar chiqmasang meni qaytib ko'rmaysan. Chiqdingmi? Ertaroq chiqsang bo'lmaydi, shuncha ham kutirasanmi odam? O'tir mashinaga. Hozir sen menga sevgingni isbotlaysan, jonim. Shaharga o'qishga kelib o'zini yo'qotib qo'yayotgan ayrim soliha singillarim, aslini olganda sizning o'qishingiz otangizga hech qanday foyda olib kelmaydi. Shunchaki sizning orzularingiz, kelajagingiz va sizga ishonganligi uchun kerak bo'lsa kontragingizni qiynalib to'lab bo'lsa ham o'qityapti. Iltimos, otangizga munosib farzand bo'ling. Yarim kechasi sizni begona yigitni oldiga olib chiqayotgan, begona yigitni quchog'iga olib chiqayotgan narsa muhabbatmi? Yo'q. Bu nafs. O'sha nafsingizga aytib qo'ying. Zinoning boshlanishi yoqimli, o'rtasi ajoyib, tugashi esa jahannam. Shuncha gaplarni eshitganingdan keyin ham sendan tekin fohisha yasab olgan o'sha zinokor yigitingga tupurmasang, demak sen musursan. Yaxshi gaplar bilan shirin yolg'onni emas, yomon gaplar bilan achchiq haqiqatni tushuntirganimiz uchun bizdan xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Qalbingizda isloh qilsin. Salomat bo'ling.